Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda yana beton kanallarda loyihalarni ko'rib chiqamiz. Bu kanallarda loyihalarni ko'rishda asosan birinchi bo'lib kanalning o'zi qanaqa bo'ladi, shularni ko'ramiz. Kanal bizda bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Beton kanal qilsak bunaqa bo'ladi. Kanallarning o'zining ham to'rt xili mavjud kanalni. Birinchisi to'liq qazilma kanal bo'ladi. Bu degani yer sathidan to'liq qaziladi. Kanalda hamma qismi qazilib, yerdan pastda bo'lsa to'liq qazilma kanal hisoblanadi. Bunda suv olishimiz faqat nasos orqali bo'ladi. Va ikkinchi kanalimiz yarim qazilma bo'ladi. Bu kanalda yarimi qazilishi mumkin. O'shanaqa qilib suv olinadi. Unda ham suvni nasos orqali olinadi. Va keyingisi yarim ko'tarma kanal bo'ladi. Yarim ko'tarma kanal bo'lganda mana bu ikki cheti, kanalda ikki cheti damba deyiladi va o'sha ikki cheti ma'lum miqdorda ko'tarilishi mumkin, ma'lum miqdorda ko'tariladi. Va bu yarim ko'tarilma kanal deganda, yarim ko'tarma kanal mana bu kanal ichidagi suvning sathi bu yerga kelib turgan bo'lsa, o'sha kanal ichidagi suvning sathi bu yoqdagi iste'molchilarning, ya'ni fermer xo'jaligi bo'lsin, aholi bo'lsin, o'shalarning yer sathi bu yerda bo'lsa, yer sathidan balandda bo'ladi mana bu suv sathi. Lekin mana bu kanalning tegi, asosi, dno deyiladi. O'sha aholining yer sathidan pastda, lekin mana bu suvning eng baland suv sathi aholining yer sathidan balandda bo'lsa, bu yarim ko'tarma kanal deyiladi. Bunda ham suv olishimiz nasos orqali bo'lishi ham mumkin va o'zi oqar samotok usulda ham bo'lishi mumkin. Va endi eng oxirgisi to'liq ko'tarma kanalimiz. To'liq ko'tarma kanal deganimiz bu nima? To'liq ko'tarma kanalimiz bu kanalning tegi, kanalning past qismi, kanalning asosi deymiz va kanalning dnosi. Kanalning asosining sathi bo'ladi. Asosining sathi bu yoqda aholining, iste'molchining yer sathidan balandda joylashsa, bu to'liq ko'tarma kanal deyiladi. Va to'liq ko'tarma kanalda suv aholiga, iste'molchiga o'zi oqar yo'li bilan, samotok bilan suv beriladi. Va to'liq ko'tarma kanal bo'lsa, asosan beton qoplama qilish zarur. Nimaga deganda, kanalimizning tegi aholidan balandda bo'lgani uchun bu yerdan beton qoplama bo'lmasa, suv singib, filtratsiya bo'lib, bu yoqdagi aholining ekin yerlariga suv chiqib ketadi yoki kanalga yaqin joyda joylashgan uy, qanaqadir inshootlar bo'lsa, ularga ham zarar ko'rsatadi. Shuning uchun to'liq ko'tarma kanal bo'lsa, beton qoplama qilinadi va tagiga geomembrana qo'yiladi. Hali geomembranani ham hali keyingi darslarimizda qanaqa bo'lishini, geomembrananing turlari, geomembrana bor, geokompozit bor, geotekstil bor. Ularni o'zini birma-bir ko'ramiz hali keyingi darslarimizda. Hozir kanalimiz asosan bizda hozirgi loyihalarimizda bo'lsa to'liq ko'tarma kanal bo'lyapti. Dno mana bu ikkita dambalar ham ko'tarilyapti va dambaning usti 3 metr, 4 metr, 5 metr, 6 metr, u yerda inspektorskiy doroga bor bizda. Va kanalimizning beton qoplamaning qalinligi bor. Qalinligi 8 santi bo'ladi, 10 santi, 12 santi. U qalinligi qayerdan kelib chiqadi? Qalinligi bizda qilayotgan loyihamizda suv sathi mana bu kanaldan suv o'tkazish qobiliyatidan kelib chiqadi. Qanchalik suv o'tkazadi va u yoqda iste'molchilar bor. Iste'molchilarga necha gektar suv bor, o'sha necha gektar suv, necha gektar ekin yerlari bor, o'sha necha gektar ekin yerlariga qancha suv kerak, buni gidromodul rayon formulasi bilan hisoblanadi. Uni ham hisob-kitoblarni ham hali ko'ramiz. O'sha loyiha qilganda o'sha gektarlar hisoblanadi va shundan kelib chiqib loyiha qilinadi. Va loyiha qilishda birinchi bo'lib kanalning oldingi holatini syomka qilinadi. Bu iziskaniya. Первоначальный черный syomka desa ham bo'ladi. Buni syomka qilinadi. Syomka qilganda mana bu kanalning mana bu joyini probka deymiz, mana bu joyini dno deymiz. Bu yoq ham probka bo'ladi. Bu yog'i bo'lsa damba hisoblanadi.
o'sha buyog'idan bitta отметка olinadi, mana bu bropkadan bitta отметка olinadi va mana bu joyidan bitta, dnodan bitta отметка olinadi, mana bu joyidan bitta, buyog'idan bitta va buyog'idan. Va mana bu bropkaning o'ng tarafidan ham bir 10 metr yergacha, chap tarafidan ham 10 metr yer, 15 metr yoki 20 metr yergacha отметкалар olishimiz kerak bo'ladi. Nimaga deganda biz ertaga kanal qilganimizda buyog'ida 10 metr, 20 metr yergacha nima joylashgan? U yerda aholining yashash uyi bormi yoki zabor bormi yo fermer xo'jaligi bormi? O'shalarda bizni hisobini olishimiz kerak. Va shunaqa qilib syomka qilib, syomkani asosan AutoCAD formatida beriladi va AutoCAD formati buni imzolash, tasdiqlash shart emas. Bu faqat tekshiriladi va AutoCAD formatda bunda ham masshtab bilan beriladi. Masshtablarda ham o'zining belgilangan shartlari bor. Bizda asosan loyiha qilinganda o'sha game plan desak ham bo'ladi. Bosh reja game planida o'sha iziskaniya beriladi. O'sha iziskaniyani biz asosan 1 ga 500 lik masshtabda, ko'pincha shunaqa masshtabda hisoblanadi. Bu masshtab deganning o'zi nima? Masshtab deganning o'zi birlik hisoblanadi. Bu yerda bizning masshtabimiz 1 ga 500 bo'lsa, 1 birlikka 500 birlik. Bu degani 1 santimetrga 500 santimetr. Ya'ni o'sha joyida, obyektda 500 santimetrni bizni mana bu chizmamizga 1 santimetr qilib ko'rsatiladi. O'sha 1 santimetr qilib ko'rsatilgan joyda haqiqatda joyida 500 santimetr bo'ladi. 500 santimetr 5 metr bo'ladi. Demak, 5 metrimizni bizda loyihada 5 santimetr qilib ko'rsatilgan. Boshqa joylarda masshtablardan o'zi shartlar bor, har xil masshtabda ishlatiladi bizda asosan, lekin loyiha game planida 1 ga 500 lik, ko'pincha 1 ga 500 likda ishlatiladi. Va shunaqa qilib syomka qilinadi. Bu yerda отметкалар olinadi va отметка bizda kanalimiz bo'ylab har 500 metrdan отметка olib boriladi va kanalimiz faqat tekis trassa bo'lsa har 100 metrdan har 100 metrdan отметка olinadi. 100 metrdan bir отметка, 200 metrdan bir отметка va har bir отметкада bu yerdan hamma joyidan olinadi. Va buni bizga berganda piket deb beriladi va bizda asosan o'lchov birligi piketda o'lchanadi. Piket deganimiz o'zi bu 100 metrni bir piket deb hisoblaymiz. Bu asosan masofani, uzunliklarni o'lchashda ishlatiladi. Bu bizda kanal qurilishimizda ham ishlatiladi va asfalt yo'l qurilishida ham ishlatiladi. Piket hisoblanadi. U metr deb uncha ko'p ishlatilmaydi, faqat piket ko'p hisoblanadi. Piket 100 metrimiz bir piket hisoblanadi. Shunda bizda syomkamiz uchun har 100 metrga, har piketga bitta syomka qilinishi kerak. Va o'sha 100 metr oraliqda qanaqa сооружение bo'lsa, u joylar ham отдельный syomka qilinadi. Qanaqa most bo'ladimi yoki kanalimiz biron joyga o'ng tarafga yoki chap tarafga burilgan bo'lsa, o'sha burilgan joylardan ham syomka qilinadi va o'sha syomka qilinib, o'shani AutoCAD tartibida, AutoCAD formatda topshiriladi va keyin o'sha AutoCAD bilan AutoCAD ichida tekshiriladi. Xo'p, o'sha syomka tayyor bo'lgandan keyin biz kanalni loyiha qilishni boshlaymiz. Loyiha qilishda bizga berilgan отметкалар bor. O'sha отметкаларni endi biz loyiha qilinganda asosan bizning shartnomalarimizda kanalga o'zgarmas nuqta qo'yib berish kerak har 500 metrdan, ya'ni 5 piketdan o'zgarmas nuqta, ya'ni reper qo'yib berishi kerak bizga. Bu reperning o'zi nima deyilgan savolga kelsak, reperning o'zi bu balandligi aniq bo'lgan, doimiy belgilab qo'yilgan nuqta deyiladi. Mana bu joyga bitta reper qo'ysak, qanaqadir bir belgi bilanmi yoki temir bo'ladimi yoki shunga yaqin joylarda bir o'zgarmas stalba bo'ladimi yoki turba qovurib o'tgan bo'ladimi, o'shalarga reper qo'yiladi. Bu o'zgarmas reper bo'ladi
doimiy o'sha bitta reperda turadi, o'zgarmas nuqta bo'lib. Bu o'zgarmas nuqta reperning o'ziga kelsak, reperning o'zi nima deganlarga aytiladi. Reperning o'zi oddiy pastli balandlikni o'lchash birligi va bu qayerdan kelib chiqqan? Bu ko'pchiligimiz bilamiz. Bu dengiz sathidan kelib chiqadi. Dengiz sathidan bo'lganda Boltiq dengiz sathidan olinadi va o'sha Boltiq dengiz sathida mana bu o'sha dengiz bo'lsa, dengiz sathida mana bu nimasida o'sha o'lchaydigan joyida liniykaga o'xshagan birliklar yozilgan va o'sha dengiz sathi qayerda turgan bo'lsa, birinchi 0 deb hisoblangan joyi bor, belgilangan tochka qo'yilgan joyi 0,0 nuqta, keyin yana 3 ta 0 sharti bilan hisoblanadi. O'sha dengiz sathi bilan hamma yer o'sha reperdan hisoblanadi. O'sha yerdan 0 bo'lib ketadi Boltiq dengiz sathidan. Va buni bizda mamlakatimiz tarafdan kadastr va geodeziya sohasidagilar har bir shaharga o'sha reperda o'zgarmas nuqtasi qo'yilgan. Biz o'sha o'zgarmas nuqtadan keyin kanalimizga tortib kelishimiz kerak reperda. Va kanalimizga har 500 metrdan qo'yib chiqiladi va keyin o'sha 500 metrdan qo'yilgan reper, ya'ni o'zgarmas nuqta, pastli balandlik belgilaydigan nuqta bilan bizni keyingi loyihalaydigan kanalimizni loyihasi mana bu kanalimizda dnosi bo'ladi. Mana bu brokisi. Brokisining atmetikasi qancha bo'ladi? Dnoning atmetikasi qancha bo'ladi? Va kanalimiz bo'ylab ketayotganda yana qaysi qanday suv olish inshootlari bor? Ya'ni sarujinalarimiz bor va gidrotexnik inshootlar, suv o'tkazish quvurlari, to'pchali perezlar bo'lishi mumkin yoki most bo'lishi mumkin. O'sha hammasiga atmetka olinadi va reper bilan hamma atmetka bir-biriga, hamma reperlar bir-biriga ulanishi kerak. O'sha ulanganda bizda hisob kitobimiz to'g'ri chiqadi. Xo'p, endi o'sha beton kanalga kelsak, bizda asosan nima uchun beton kanal qilish kerak? Bizda beton kanal qilishimizdan maqsad, bizda O'zbekiston Respublikasi asosan Sirdaryo va Amudaryodan suv oladi. Bizda hozir yildan yilga bizga suv yetib kelishi kamayib boryapti. Shuning uchun biz yetib kelgan bor suvdan maksimalniy darajada foydalanishimiz kerak, samarali foydalanishimiz kerak va bizga magistral kanaldan suv iste'molchilariga imkon qadar tez va yo'qotishlarsiz, ya'ni kanal tagiga filtratsiya bo'lib ketmaslikning oldini olish maqsadimiz. Yerga filtratsiya bo'lib ketmasdan yo'qotishlarsiz iste'molchiga, sanoatga, qurilishlarga, iste'molchiga yetkazib berish maqsadida beton kanal qilinadi. Endi loyihani o'zi bilan tanishamiz. Xo'p, bizda hozir bu yerda bitta loyihamiz bor. Mana bu loyihani birinchi sirti obloshkasida kerakli tashkilotlar qo'l qo'yib, pechat bosib tasdiqlagan bo'lishi kerak. O'shalar qo'l qo'yib tasdiqlagandan keyin bu loyiha hisoblanadi, ya'ni proyekt hisoblanadi. Undan oldin qo'l qo'ymagan, tasdiqlanmagan bo'lsa, bu faqat oddiy chizma deyiladi. Bu shart emas. Xo'p, birinchi bu loyihamizda kerakli nimalar, kerakli tashkilotlar nomlari yoziladi. Bu yerda Ministerstvo vodного хозяйства Respublika O'zbekiston, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi va bu yerda mana bu loyihachi institut, Hidrotech Projet loyiha tashkiloti va loyiha tashkilotining adresi. Asosan shunaqa qilib yozib qo'yadilar, Toshkent shahri. Keyin bu loyihachi bu yerda asosiy rolda turibdi va loyihachiga mana bu quruvchi, zakazchik bo'lgani uchun bu yerda quruvchi tashkilot Yellow River Engineering Consulting. Uni zakazchik deb rus tilida va ingliz tilida, bizda asosan ruskiy, angliskiy, hamma ma'lumotlarda ruskiy, angliskiy beriladi. Va o'sha quruvchi ham loyihani ishlatib, u ham bu loyihani tasdiqlagan va bu yerda o'sha loyihachining o'zi, loyihachining direktori va главный injener proyekti.
ham qo'l qo'yib tasdiqlagan va oxirida konsultant muhandis buni ham qo'l qo'yib tasdiqlagan. Shundan keyin bu loyiha hisoblanadi. Hop, endi loyihamizga birinchi sahifasiga kelsak, birinchi sahifamizda bu loyihamizning plani bo'ladi. Bu kartadan olinadi va kanalimiz trassasi qayerdan boshlangan? Bu mana ko'k chiziq bilan boshlangan va mana bu oxiriga kelib to'xtagan. Начало trassa, конец trassa. Va bu yerda kanalimizning nomi va uzunligi yozilgan va начало trassaning shirota, dolgota berilgan. Shirota va dolgotaga kelsak, bu shirota degan mana bunaqa tumaloq globusni o'ylasak, globusimizning o'rtasida ekvator chizig'i bor. Ekvator chiziqdan yuqoriga hisoblagan 40 gradus yuqoriga ko'tarilsak, bizning turgan mana shu kanalimiz boshlangan joyiga kelinadi. Ekvator chiziqdan bizning O'zbekistonimiz yuqorida hisoblangan 40 gradus yuqoriga chiqiladi. Va bu yerda dolgota bor. Dolgota bu nima? Dolgota ham shu globusdan haligi ekvator chizig'i bunaqa gorizontal chiziq edi. Endi vertikal chizig'imiz bor. Bu meridian, meridian nolavoy deyiladi. O'sha meridian chiziqdan o'ng tarafga qarab 72 gradusga kelsak, bizning haligi kanalimiz boshlangan joyga kelinadi. Bizning O'zbekistonimiz ham o'sha joyda joylashgan. Vertikal chiziq meridiandan o'ng tarafga 72 gradus bo'linadi va vertikal chiziq, ya'ni ekvator chiziqdan yuqoriga 40 gradusga hisoblanadi. Va keyingi sahifamiz. Bu yerda kanalimizning linearniy sxemasi bor. Buni ham qisqacha qilib tushuntirib ketamiz. Mana bu magistral kanal bo'ladi. Bu magistral kanaldan hozirgi bizning loyiha qilayotgan kanalimiz. Loyiha qilayotgan kanalimiz bu yerdan olinadi. Bu yerdan kerakli ma'lumotlar beriladi va mana bular kanalimiz bu o'ng tarafida quriladigan gidrotexnik inshootlar. Mana bu kanalimizning chap tarafida quriladigan gidrotexnik inshootlar. Va mana bu shartli belgilari mavjud. Bu shartli belgilarning ham o'zining faqat belgilangan belgilar mavjud. Har xil belgi qo'yilmaydi. Buni ham hali keyingi darslarimizda birma-bir hammasini ko'rib chiqamiz. Va bu ham tasdiqlangan, kerakli tashkilotlar tasdiqlagan bo'lishi kerak. Va keyingi sahifamiz bu game plan bo'ladi. Bizni planimiz bu asosan bayag'i iziskaniya. Mana shu iziskaniyada bu yerda berilgan mana bu kanalimizning boshi. Bu yerda mana o'sha masshtabimiz berilgan, kim tomonidan tayyorlandi va bu yerda mana bu hozir o'rtada qizil chiziq bilan yurgani bu bizning kanalimiz. Beton kanalimizning trassasi bo'ladi va mana bu yerda o'rtalarida berilgani железобетонный most bor. Hop, mana bu yerda yana железобетонный most bor. Shular qisqacha qilib kanalning qaysi joyida qanaqa sarjina borligi ko'rsatiladi. Bumiz, hop, buning o'zi 28 list bo'ladigan, 28 varaqdan iborat. Bu hammasi shunaqa, o'sha piket. Shuning bilan 28 varaqning har bir varag'ida, har bir piketida qanaqa sarjina bor, nima o'zgarish bor, hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Bu yerda ham har bir 100 metrdan, har bir piketdan yozib ko'rsatilgan. Mana shu ikkita chiziqning orasi 100 metr hisoblanadi va bir piket hisoblanadi. Va mana bu joyda berilgan piket 39-72 da reper bor. Na lab stick. Mana shu joyda nimaning ustida deydi, 628-29 deyilgan atmetka. Demak, mana bu nimadan Boltiq dengizi sathidan 628 metr yuqorida joylashgan ekan.
mana shu yerdagi отметкamiz, kanalimizning mana shu joyidagi отметкasi Boltiq dengizi sathidan 628 metr 29 santimetr yuqorida joylashgan. Bu bizda ko'pincha O'zbekiston Respublikasida Toshkent shahri Boltiq dengizi sathidan 440 metr balandlikda hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasining ko'p joylari bo'lsa, Boltiq dengizi sathidan 95 metr yuqorida hisoblanadi. Lekin hozir bizning loyihamiz bo'lsa, Boltiq dengizi sathidan 628 metr 29 santimetr yuqorida hisob kelyapti. Shuni bilan qolganlarni keyingi darslarimizda yana o'rganib boramiz.